Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Komol Qo'qorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar va men hozir Tokio, Yaponiyadaman. To'g'risini aytsam, o'rtoqlar, kutilmaganda juda kuchli shamol bo'lyapti, lekin shunga qaramasdan bugungi video baribir ham olinadi. Video nomidan o'zingizlar tushundinglar. Bugun men Yaponiya, Tokioda yaponiyalik qiz bilan bir kun o'tkazaman. Let's go. Whoa. Biz ana shunaqa lokatsiyadamiz. Yapon qizga qurt yediryapman o'rtoqlar, hozir reaksiyasi qanaqa bo'lar-ku? Hozir men Asakusa degan metro stansiyasining oldida turibman va qizni kelishini kutyapman. Hozir o'zida videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va всем приятного просмотра. Hozir уже bir necha daqiqalardan keyin qiz kelish kerak. Uni hali hayotda ko'rmaganman. Instagramda yozib tanishdim. Yaponiyada yashayman, men ham blogerman dedi. Sen bilan bir kun vlog olsam bo'ladimi desam, mayli deb rozi bo'ldi. Hozir o'ylayotgan narsam, endi internetda bilasizlar, yaponiyaliklar make-uplar qiladi, har xil effektlar qiladi. Hayotda kelsa bir erkak kishi kelsa, voy! Juda hayajonlanyapman, boru. Do'stlar, Runa keldi. How are you? I'm doing good. How are you? I am good too. Ana bo'lmasam. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Oyijon, to'g'ri tushunasiz buyog'ini endi. Your name is Runa, yeah? My name is Runa. My name is Komal. Komo-san. Yeah. Hajimemashite. What? Hajimemashite. What is it? Nice to meet you. Ah, nice to meet you. Arigato, oshi. Birinchi o'rinda yaxshi hayot uchun, qo'rqinchli emas aka. Endi unaqa gap gapirish g'alati-yu, qizlarning xunuvisi bo'lmaydi. Let's go, okay. Let's go. What's our plan today? It's on me. I'm gonna take you everywhere. I'm Yeah. gonna show real Japan. Okay. Qiz aytishi bo'yicha menga bugun Yaponiyani ko'rsatar ekan, haqiqiy Yaponiyani ko'rsatar ekan. Eng qizig'i o'rtoqlar, men buni tilini tushunmayman, bu meni tushunmaydi. Kun davomida qanaqa gaplashamiz bilmasam endi. Kimono yukata. Birinchi bo'lib hozir biz Yaponiyani milliy kiyimini kiyar ekanmiz, yukata. Yukata, kimonolar. Oh my god, let's go. Let's go. Yabay. O'rtoqlar, bu qiz bugungi kun uchun yaxshilab tayyorlanibdi. Buni qatdan bilsa bo'ladi. Kimonolarni bron qilibdi, oldindan band qilib qo'yibdi. Is it first time for you to wear yukata? Yeah. First time? This for me first time. 楽しみ